Kanadaga kelgandan keyin sizni kasbingiz avval nima bo'lganligi unisi emas, hozir nima qila olasan? Senga o'xshaganlar ko'p. Hammasini noldan boshlaysan. Bu yangi davlat deb tushuntirib ko'zimni boshday ochib qo'yganda. O'zbeklar ko'payib qolgan hozir. Bir yilda ichida permanent resident statusini berishdi. Doimiy yashovchi statusini olish ehtimoli kattaroq. Asosiy birinchi qiyinchiligim menda nimada bo'lgan? Tilda bo'lgan. O'qish ham faqat viza uchun bo'lib qolmaslik kerakda. Qarang, vaqt o'tishini kelganimizga 15 yil bo'libdi o'zi. Farzandingizga imkon qadar inglizcha sizga gapirsa ham o'zbekcha qaytaravering gapni. O'zbekcha qaytaravering. Sabab sizni asosiy muammo, bizning asosiy muammolarimiz bu yerda chet elda. Ularni ingliz tilini rivojlantirish emas, ularni o'zbek tilini saqlab qolish asosiy muammomiz. Barchaga assalomu alaykum. Hozirgi kunda Kanadaga kelib, o'zini yo'nalishi bo'yicha va o'zi sohasida ma'lum bir yutuqlarga erishgan va o'z yo'lini topgan yurtdoshlarimiz haqida biror bir ma'lumot berish, ularning hayot yo'llari haqida tanishtirish bo'yicha yangi loyiha boshladik va bu loyihamiz birinchi mehmoni, demak, hozirgi kunda Kanadaning New Brunswick provinsiyasida va New Brunswick universitetida dars beradigan yurtdoshimiz Vohid aka O'rinov bo'ladilar va Vohid aka O'rinov Kanadaga o'qish orqali kelib, shu yerda immigratsiya qilib qolgan va o'z faoliyatini hozirgi kunda davom ettirmoqda va loyihamiz doirasida turli mehmonlarni taklif qilamiz va ularning birinchi sifatida Vohid aka O'rinov bo'ldi. Vohid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Alimardon. Vohid aka, ko'pchilik siz haqingizda balkim hali tanishmasdir, ya'ni sizni faoliyatingiz bo'yicha, sizni bosib o'tgan yo'llaringiz bo'yicha. Demak, sizni LinkedIn sahifangizda asosiy ma'lumot sifatida hozirgi kunda demak, universitetda dars berishingiz va Kanadani o'sha Montreal shahridagi McGill universitetida tahsil olganingiz haqida ko'zim tushgan edi. Ya'ni siz ta'lim olish maqsadida kelib Kanadada qolib ketgansiz. Keling, siz haqingizda tanishtirib o'tsak auditoriyaga, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum, Alimardon. Juda ajoyib loyihani boshlabsiz. Eshitib xursand bo'ldim. Birinchi mehmon sifatida taklif qilganingizdan ham xursandman. Mana Kanadaga kelganimga 15 yil bo'libdi. Shu davr mobaynida ancha narsani ko'rdik. Bu yerda baland past qangi musofirchilikda baland past jihatlarini. O'zimning hayotimdan kelib chiqib, kelajakda mana Kanadaga ko'chib kelayotganlar uchun bir foydali ma'lumot bo'lib qolsa, men ham xursand bo'laman ular uchun. Chunki biz xato qilgan xatolarni takrorlamaslik, bizning yutuqlarimizga ergashish degan ma'noda. Ismim Vohid O'rinov. Aytganingizdek, oddiy insonman, hamma qatori. Farg'ona vodiysini Qo'qon shahri atrofidagi qishloqlardan birida katta bo'lganman. Oddiy o'qituvchilar oilasida. Hamma qatori nima desam bo'ladi? Mol boqib, ko'chada nima deydi? Turpoq tepib degandek shu katta bo'lganmiz. 2010da Kanadaga ko'chib kelganman. 2010-yilda Kanadaga ko'chib kelganman. Aytganingizdek, student sifatida PhD doktorantura o'qishini amalga oshirish maqsadida. Qarang, vaqt o'tishini kelganimizga 15 yil bo'libdi o'zi. Ancha vaqt. Shu o'rinda savol tug'ilardi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz, o'zi xabaringiz bor, Kanadaga immigratsiya qilishda asosan ikkita yo'ldan borishadi. Ya'ni express entry tizimi bor edi, balli to'plash orqali to'g'ridan-to'g'ri immigratsiya qilish va ta'lim olish maqsadida kelib, keyin joylashib qolib ketish. Siz ikkinchi yo'ldan tanlaganingiz haqida aytib o'tdingiz va mana shu Kanadaga kelishdan avval qaysi ta'lim dargohlarida siz ta'lim olgan edingiz? Kanadaga kelishim bu ma'ni chetga birinchi chiqishim bo'lmagan. Avval o'sha O'zbekistonda o'sha yuridik universitet, ya'ni huquq yuridik institut deyiladi. O'sha paytda hozir universitet bo'lib ketdi. O'sha yuridik universitetini bitirganman. O'sha yillarda, shu o'qish jarayonimizda 2022-23-yilda Yaponiyaga grant chiqqan. Nagoya universitetiga exchange student sifatida bir yilga borib kelganman. Bu birinchi safar, birinchi marta chetga chiqishim edi. Exchange programmani tugatib kelgandan keyin baribir o'zimga niyat qilib qo'ygan edim.
Bu faqat exchange, bir yillik faqat xorijiy universitetda bir yillik tajriba almashlash o'qishi bo'ldi. Kelajakda baribir magistraturani chet elda qilaman, yaxshi universitetlarda qilaman deb o'zimga niyat qilib qo'ygan edim. Xudo niyatimizni amalga oshirgan. 2005-yilda Germaniyani Frankfurt shahridagi Frankfurt universitetiga magistraturada o'qishga kirganman. U yerda o'qishdan keyin ishga taklif qilishdi. Germaniyada 2 yil o'qishdan keyin ham ishladim. 2009da O'zbekistonga qaytib, 2010da doktorantura qilaman endi keyingi bosqich sifatida deb. Keyin Kanadani tanlaganman. O'sha paytda 2-3 davlatlarni nima qilganman, consider qilganman inglizchasiga, ya'ni ko'rib chiqqanman. Ya'ni Amerika bor edi, nimamda topshirmoqchi bo'lgan davlatlarim ichida Angliya bor edi, UK, Skandinaviya davlatlari bor edi, Shvetsiya davlati. Lekin oxiri borib shu Kanadani tanlaganman. Juda ko'p jihatlari, ijobiy tomonlari bor, afzallik tomonlari bor. Buni suhbat davomida nima qilamiz, lekin qisqacha javobim Kanadaga kelishdan oldin O'zbekistonda Yaponiya Nagoya universitetida, Germaniyaning Frankfurt universitetida tahsil olganman. Huquq yo'nalishi bo'yicha. Tushunarli. Demak, Kanadaga kelishdan asosiy maqsadingiz bu shaxs sifatida rivojlanish, karyera qurish bo'lganmidi yoki boshqa bir sabablar ham bo'lishi mumkinmi bu qarorda? Xo'sh, bu juda bir qiziq voqea bo'lgan bu masalada, chunki shuning uchun ham aytaman, har bir imkoniyat qanaqadir birorta bir odam bilan tanishish yoki boshqa masalasida imkoniyat bo'lib qolsa, hech qachon orqaga nima qilmasdan, oyoq tashlamasdan, har bir, ya'ni imkoniyat qayerda yashirinib turganini bilmas ekanda. Menda nima bo'lgan? Germaniyada shu o'qishni bitirganimdan keyin meni praktikaga taklif qilib qolishgan. PwC degan bir katta auditorskiy firma bor, dunyo bo'yicha PricewaterhouseCoopers deyiladi, Toshkentda ham ofisi bor. O'sha tashkilotda auditorskiy firmani Frankfurtdagi ofisiga menga praktikaga taklif qilishgan 6 oyga. O'sha yerda bir hamkasb bilan tanishib qolganman, braziliyalik yosh yigit edi, u ham menga o'xshagan amaliyotchi, praktikant. Obedga, tushlikka birga chiqardik. Birga bir kun birga tushlik qilib o'tirish jarayonimizda Kanadani ham ikkinchi fuqaroligi borligi haqida aytib qoldi. Ham men Kanadani ham fuqarosi hisoblanaman. Shu haqida suhbat boshlanib ketdi. Qiziqib sabr-ikkita savollarni berdim. Savollarimga javob berish jarayonida bu juda yaxshi davlat. Agar doktorantura qilmoqchi bo'lsang, mana shu davlatni ham nazardan chetda qoldirma, qarab ko'r. Rostli ungacha Kanadaga umuman qiziqmagan edim. Bir kun kelib Kanadada professor o'qituvchi bo'lishim xayolimda ham yo'q edi. Mana shu oddiy bir nonushta, tushlik, lunch paytidagi shu Kanada temasini ochilib ketishi, o'sha kundan keyin qiziqishim ortib, qiziqishni boshladim-da, jiddiy ravishda qiziqishni boshladim. Universitetlarini qidirdim. Juda universitetlari obro'si, o'qish sifati bo'yicha ham hammasi bo'yicha reytingi juda yaxshi. Dunyoning Times Higher Education degan reyting bor. Ana shunda Kanada universiteti 40 talikni ichida o'zi 2 ta universitet turibdi, McGill bilan UFT. Odamlarning hayot tarzi, bepoyon davlat, dunyoni nima desa, tabiati juda chiroyli, kelajakka ham nima desam bo'ladi, mana global warming jarayonida bir juda safe, xavfsiz joydek tuyuldi. Universitetlarini tuition feesi, ya'ni kontrakt pullari ham juda qimmat emas edi Amerikaga nisbatan. Eng muhimi, doktorantura yo'nalishlari bo'yicha grantlar juda ko'p ekan. Shu orqali o'sha sabab universitetlarda research qilib qarashni boshladim. 5 ta universitetga topshirdim hujjat. 4 tasidan grant asosida, hamma shu 4 ta universitetdan ham grant asosida taklif keldi. Takliflar ham juda saxiy takliflar. Shundan keyin shu Kanadaga yo'l oldikda, chamadonni ko'tarib. Xo'p, Kanadaga kelishdan oldin siz aytib o'tdingiz, dastlabki
taassurotlaringiz hali ko'rmasdan turib shakllanadi ongimizda va kelganimizdan keyin birinchi qadamni bosganimizdan keyin taassurotlarimiz reallik bilan to'qnashadi va shu o'rinda savol bor edi. Birinchi kelgan kunlaringizni eslay olasizmi? Qanday hissiyotlar bo'lgan? Ya'ni ilk ijobiy hislatlar yoki siz kutmagan holatlar haqida ozgina aytib o'tsangiz. Xo'sh, dastlabki taassurotlarim juda ijobiy bo'lgan. Chunki aytganimdek, men Kanadaga kelishdan oldin ham Germaniyada bo'lganman, Frankfurt universitetida o'qiganman. Ular bilan nemislar bilan birga yonma-yon turib ishlaganman. Yaponiyada bo'lganman. Lekin Kanadaga kelgandan keyin bitta narsani his qildim. U davlatlarda qandaydir nima desam bo'ladi, 5 yil, 10 yil yashasangiz ham qandaydir o'sha davlatga mehmonligingizni his qilib turasiz-da. Chunki jamiyat baribir boshqacha. Jamiyat o'sha nemis, Germaniyada nemislar, Yaponiyada yaponlar. Kanadada kelsam ko'chada ko'rgan odamlar har xilda, diversity, immigrantlardan tashkil topgan davlatda o'zimni xuddi o'z uyimda O'zbekistonda qanday his qilsam shunday his qilishni boshladim-da. Aeroportdan kampusga keldim. Universitetni o'zi bitta katta shaharda, universitetni o'zini shahar desangiz bo'ladi. Shu darajada katta. Universitetdagi eng katta bino kutubxonada. Kutubxona men uchun doktorantura studenti sifatida juda muhimda kutubxona. U yerdagi kitoblar, O'zbekistonda yo'q o'zbekcha kitoblar turibdi-da, tarixiy. Endi kim o'qiydi bilmadim, lekin O'zbekistonning kitoblari turibdi. O'sha yerda rus kitoblari turibdi. Kutubxona kechasi bilan ochiq edi bizga. Biz aynan huquq va doktorantura studentlariga alohida bizga ichkarida xonalar ajratilgan edi. 24 soat aksesimiz bor edi. Dastlabki o'sha kelgan kunim yana bir voqeani eslayman. Narsalarimni yotoqxonaga tashladim-da, bozor qilay deb supermarketga chiqdim. Umuman men esimda yo'q, bu yerda biz kilo da-ku naqangi og'irlik o'lchovi, bu yerda pound ekan, 480 gramm, yarim kilo. Shunday magazinga kirdim, mevalarni, sabzavotlar ko'ryapman, narx arzonga o'xshab tuyulyapti xayolimda. Bu yerda narx juda arzon ekan dedim-da, narsalarni ko'p olishni boshladim. Shunday kassaga kelganimdan keyin men kilo deb o'ylaganman, yarim kilosi ekan shu. Bu ham bir men uchun birinchi anaqa bo'lgan. Qiziq voqealardan bittasi shu. Shundan keyin o'lchov birligi, uzunlik birligi, bularda boshqa davlatga kelib qolganimni o'rganishga ozroq vaqt ketadi. Haqiqatdan ham Yevropa standarti bo'yicha Germaniyadan kelgan bo'lsangiz, Germaniyada kilogramm, santimetr, metr bo'lsa, bu yerda haqiqatdan boshqacha. Va yana bir savol bor edi. Kelgandan so'ng baribir yangi davlat, yangi muhit. Dastlabki kelgandan so'ng moslashish uchun, shu jarayonga kirib ketish uchun ozgina qiyinchiliklar bo'ladi va siz boshda kelganingizda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? O'sha paytdagi qiyinchiliklar haqida gapirsak yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda boshqacha, o'sha paytda boshqacha. Eng asosiy birinchi qiyinchiligim menda nimada bo'lgan? Tilda bo'lgan. Til. Sabab nimaga? McGill universiteti Montreal shahrida joylashgan. O'zi ingliz universiteti bo'lgani bilan Montreal shahri bu Quebec provinsiyasi, Quebec provinsiyasi bu fransuz provinsiya. Universitetda darslarim hammasi ingliz tilida, universitetda environmenti, vibe hammasi ingliz tili, o'rtoqlar, do'stlar bilan munosabat. Lekin universitetdan tashqariga chiqishingiz bilan fransuz tiliga ehtiyojni sezasiz, chunki Quebec provinsiyasi, Montreal bu fransuzlarni shahrida, fransuzlarning provinsiyasi. Magazinga kirsangiz ham yoki bir restoranga kirsangiz ham, ko'chada birorta odamdan biror narsa so'ramoqchi bo'lsangiz ham by default language, ya'ni til, asosiy til fransuz tili. Men fransuz tilini rostdan unchalik bilmasdim. Endi Quebec provinsiyasiga ketayotganimni bilardim, vizani olgandan keyin. Toshkentda adashmasam Victor Hugo degan markaz bo'lardi. O'sha yerda bir 2 oy fransuz tili olganman, lekin yetarli bo'lmagan. Aytmoqchimanki, birinchi
nimam sal tilga qiynalganman. Tilga Hmm. qiynalganman. Shu narsani tilda o'rganib kelsam ekan, yana biroz vaqtimni sarflab tilda o'rganib kelganimda yaxshi bo'lardi degan xulosaga kelganman. Sabab darsdan keyin ham bo'sh vaqtim bo'lganda, darsdan keyin bo'sh vaqtimda biroz ishlashga imkoniyatim bo'lgan. Qayerga hujjat topshirsam, ikkinchi til sifatida fransuz tilini so'rayapti-da. Oxiri ish topganman, lekin til kerak bo'lmaydigan back office ishlaganman-da. Aytmoqchimanki, keyin tilni boshladim. Fransuz tilini srazi o'sha birinchi semestrda language departmentdan til olishni boshladim, lekin boshqa doktorant sifatida research, ilmiy izlanish qilasiz, bunga ham vaqt kerak. Vaqt masalasi sal muammo bo'ldi. Ya'ni nima demoqchiman? Agar kimdir ertadan keyin o'qishga keladigan bo'lsa, ingliz tilidan tashqari fransuz tilini o'rganib qo'yish zarar qilmaydi. O'rganish kerak. Vaqt bo'lsa o'rganish kerak, imkon bo'lsa shuni Kanadaga kelguncha ham qilish kerak. Chunki Kanadaga kelgandan keyin odam band bo'lib ketadi rosa. To'g'ri aytasiz. Mana shuning uchun ham oxirgi yillarda Kanada migratsiya sistemasida fransuz tilini biladiganlar uchun maxsus dasturlar ham, maxsus tanlovlar ham bo'lib o'tyapti va buning orqasidan ba'zi yurtdoshlarimiz ham Kanadaga aynan fransuz tili yordamida oyoq qo'yishyapti. Va ko'pchilik bilsa kerak, aytganingizdek, Kanadada rasmiy til ikkita, ingliz tili va fransuz tili, va siz o'qigan hududda, Quebec provinsiyasida, ya'ni Montreal shahrida asosan fransuz tili. Va til masalasida demak aytib o'tdingiz, mana siz Germaniyada yashaganingizda to'g'ri, u yerda ham ingliz tili muhiti bo'lishi mumkin, yaxshiroq. Lekin ingliz tilidan baribir juda ham zo'r bilamiz, juda ham yaxshi bilamiz deganimiz bilan o'sha English speaking environmentga, ya'ni ingliz tilidagi muhitga kirganingizda boshida baribir biroz moslashish kerak. Darhol hamma so'zlari, jumlalari tushunib ketishga qiyin bo'ladi. Bu narsani siz ham boshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni ingliz tilidan IELTSdan 7-8 daraja bo'lsa ham baribir ozgina praktika kerak bo'ladi. Buni o'zimiz ham his qildik. Va keyingi masala ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Kanadaga o'qishga kelgan inson, student bo'lib kelgan inson rejalari bor, albatta, immigratsiya qilib qolib ketish va moliyaviy masalalar bor. Yuqorida aytib o'tdingiz, vaqtim bo'ladi va ishlash uchun biroz harakat qilib ko'rish kerak deyilgan masala bor. Dastlabki tirikchilik, ya'ni ma'lum bir miqdorda o'zingizni ehtiyojlaringizga pul ishlab topish sizda qanday kechgan, balkim grant asosida o'qigan bo'lsangiz unga ehtiyoj bo'lmagandir, lekin o'zingizni o'sha ilk daromadingizni student sifatida qanday topgansiz, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Xo'sh, to'g'ri, endi moliyaviy jihatdan universitet bergan puli kontrakt pulimga va yashash xarajatlarimga yetardi. Lekin ertadan kechgacha kitobni ustida o'tirish ham odamni ba'zida zeriktirib qo'yadi. Sabab biroz distraction kerak-da, odamga chalg'ish kerak. Uni ustiga ish imkoniyatlari yaxshi edi. Birinchi topgan ishim universitetda o'zida bo'lgan. Universitetda o'zini biz universitetlarda O'zbekistonda bu narsa yo'q, lekin bu yerda bor. Disabilities Office deyiladi. Ya'ni nima desam bo'ladi, nima deydi? Nogironligi bor talabalarga alohida ularni imtihoni ham alohida olinadi. Dars jarayonida ham har xil joriy nazorat, boshqa deydi. Tashqarida sinfdan, xonadan tashqarida ularga alohida environment, sharoitlar asosida ular imtihonlarni topshirardi. Shu imtihonlarda invigilate deydi inglizchasiga, talabalar boshqaradi, ayniqsa doktoranturalar. O'sha Disabilities Office'ga application topshirganman. Topshirdim. Mana shu imtihonni o'tkazuvchi assistent sifatida ishga olgan. Aytmasam shu $12-13 berardi o'sha payt uchun. Hozirgi paytga bilmadim, $20-25 to'g'ri kelsa kerak soati. O'sha ofisda ishlaganman. Talabalarni invigilate qilib, haftada faqat qiladigan ishingiz imtihonni talabaga berib qo'yasiz, talabaga berasiz, ularni kuzatib turasiz, vaqtga qarab turasiz. Vaqtida ular imtihon tugatish kerak. Birinchi ishim shu bo'lgan, juda qiyin ish bo'lmagan. Yaxshigina pul topardim. Shu adashmasam har oy bir
haftada bir 10-15 soat vaqt ajratgan taqdirda bir почти $1,500 borib qolardi. Bu qo'shimchalik kompyuter olgisi keladi, boshqa bo'ladi, uyga biroz pul jo'natgisi keladi. Mana shunaqa narsalarga pul chiqardi. Yozga borgandan keyin kampusda tashqarida ham ish qidirishni boshladi. Lekin o'sha fransuz tiliga biroz nima berdi, pand berdi. Shuning uchun restoranga ishga kirdim. Ya'ni restoranda ham shu klientlar bilan ro'para to'g'ridan to'g'ri bo'lmaydigan, ya'ni bak orqa anaqasida, ya'ni mezoplatz deydi anaqasiga powerga narsalarni to'g'rab berib turardim. Bunda ham yaxshi pul topganman. Yaxshi, ya'ni juda ish environmenti juda yaxshi, o'sha nima sizni juda yaxshi muomala bilan kutib oladi. O'zimni kimligimni tanishtirmaganman, doktorant studentman, chunki ularga ularning qizig'i yo'q. Lekin juda ko'p narsani o'rganganman. Fransuzlarda ish jarayoni qanaqa bo'ladi? Cho'ntakka ham biroz daromad bo'lgan. To'g'ri, bu masalani, ya'ni hayotini noldan boshlash uchun musofirchilikka kelgan inson barcha yo'llarni bosib o'tadi. O'zi qilib ko'rmagan ishlarni ham kerak bo'lsa qilib ko'radi. Mana siz ham vaholanki magistratura o'qib, Yevropada yaxshi joylarda ishlab kelib, student bo'lib, yana PhDda o'qib va o'sha restoranda ishlash yo'lini bosib o'tgansiz. Buni hech qanday yomon tarafi yoki uyatli joyi yo'q tirikchilik uchun. Ayniqsa mana shunaqa g'arb davlatlarida bilamizki, qandaydir yo'lni bosib o'tgan bo'lsa ham, lekin chet eldan bu yerga kelganda noldan boshlash, hayotini noldan oyoqqa turg'azish bu oddiy holat. O'zimda ham shaxsan shunday holat bo'lgandi. Birinchi kelganimda student bo'lib magazinda ishlaganmiz va boshliqqa kirib turib tanishgan paytimda men O'zbekistonda yuridik sohada o'qiganman, adliya tizimida ishlaganman deb zodan gapirib kelsam, nima qilibdi? Meni qo'limda vrachlar ishlagan, injenerlar ishlagan, senga o'xshaganlar ko'p, hammasini noldan boshlaysan, bu yangi davlat deb tushuntirib ko'zimni boshday ochib qo'ygandi va shu holatga ko'pchilik studentlar. To'g'ri, Kanadada bu juda normal holat. Masalan, biz o'sha paytda o'sha restoranda dishwasher deydi, idish yuvish anaqasi отдели. Chet elda injener bo'lgan yigit boshida ishni shu yerdan boshlagan. Men o'zim ham qilardim ba'zida shu ishni. Bitta Kanadaga kelgandan keyin sizni kasbingiz avval nima bo'lganligi unisi emas, hozir nima qila olasan, jamiyatga qanday qo'li foydang tega oladi hozirgi sharoit. Mana shunisi muhim. Shunday ekan. Xo'p, endi aytib o'tdingiz, mana shu studentlar nima ishlar qilishi mumkin degan savollar ko'p berishadi, ayniqsa O'zbekistondan qiziqayotganlar, va o'zim shaxsan taniydigan studentlar bor. Yaxshi universitetlarda o'qishadi, o'sha kutubxonada ishlashadi va boshqa kampusdan tashqarida ham faoliyat ko'rsatishadi. Mana bugungi kunda siz talabalar bilan ishlaysiz, talabalarga dars o'tasiz va ular orasida endi hozirgi kunda qaysi yo'nalishlarda ko'plab studentlar, xalqaro studentlar o'zini nasibasini qidirib, o'qishdan bo'sh vaqtlarida moliyaviy tarafdan o'zini biroz ta'minlab turibdi degan savolni ko'p berishadi. Shu masalada sizni fikringiz qanday? Hozirgi kundagi tendensiya qanaqa? Universitetlarga birinchi o'rinda endi har xil programmalarga, har xil dasturlar bo'yicha keladi-da talabalar. Endi darajasi bo'yicha bakalavr bo'lishi mumkin, magistratura bo'lishi mumkin. Magistratura darajasida universitetda o'zida ish topish osonroq, chem bakalavrdan ko'ra. Ya'ni graduate level study deymiz, ya'ni magistratura yoki doktorantura. Birinchi o'rinda shunaqangi ofislarda, disability ofislarda imtihonlarni invigilate qilish, ya'ni imtihonlarni supervise, nazorat qilib turish talabalar qiladi bu ishlarni. Talabalarga topshirilgan. Universitetlarda alohida ichki qoidalari bor. Alohida ichki qoidalariga ko'ra universitetlar o'zini byudjetidan kimgadir ish qildirmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda prioriteti talabalarga beringlar degan ichki qoidalar bor. Ya'ni birinchi o'rinda talabalarni ishga olinglar. Agar talabalar u ishlarni qo'lidan kelmasa, keyin tashqaridan odam olinglar degan bizda ichki qoidalarimiz bor. Ya'ni universitetda byudjeti imkon qadar talabalar o'ziga qaratilishi kerak. Talabalar o'ziga berilishi kerak, imkon bo'lsa. Bu birinchisi. Ikkinchisi shu kutubxonalar. Library kutubxonalarda chunki
o'ta haqiqiy o'zini kutubxonalari ishchilari ertalab 9 dan 5 gacha ishlaydi. Lekin kutubxonalar ayrim universitetlarda, ayrim fakultetlarida kutubxonalar 11-12 gacha ochiq. Ya'ni after hours deyiladi. After hour tomon paytida, ya'ni soat 5-6 dan kechki payt 11 gacha talabalar turadi anaqa reception deskda ham. Bu ikkinchi ish imkoniyati. Bundan tashqari yozda universitetda o'zini nima deydi? Obodonchilik anaqalari bo'ladi. Departmentlari universitetda o'zini obodonchilik binolarini nima qilish, obodonchilik bilan shug'ullanish, bog'lari, boshqa bularda ham asosan talabalar ishlaydi. Lekin asosiy xorijiy talabalarni hozirda kampusdan tashqarida topadi ishni. Shunday. Kampusdan tashqarida, masalan, o'sha supermarketlarda, kassada yoki restoranlarda kassada yoki line cook deydi, pishiriq, sidirish mana shu ishlarda. Chunki baribir kampus hamma talabaga ish topib bera olmaydi. Albatta. Qolaversa, agar graduate level student bo'ladigan bo'lsa, o'zini supervisor, ya'ni ilmiy rahbaridan borib ish so'rashi mumkin, chunki ilmiy rahbari har xil proyektlarga involve qilishi mumkin bolani. Chunki professorlarga ham alohida grant ajratiladi, pul ajratiladi. O'sha pulni talabalariga unga ilmiy izlanish qilishga yordam qilgani uchun soatbay to'lashi mumkin. Tushunarli. Keling, yana o'sha ilk kelgan paytlaringizga qaytamiz. Hozirgi kunda o'sha eslasangiz, dastlabki kelgan paytingizda qanday xatolar qilganman deb o'ylaysiz? Ya'ni agar ortga qaytish imkoni bo'lganda o'sha xatolarni boshqacharoq usulda qilgan bo'lardim degan fikringiz bormi Kanadaga moslashish jarayonida? Birinchi o'rinda shu tilni oxiriga yetkazib qo'ygan bo'lardim, fransuz tilini, agar orqaga qaytishga imkoniyat bo'lganda, chunki O'zbekistonda juda ko'p vaqtim bo'lgan til o'rganishga. Men endi Kanadaga borib shu yerda o'rganaman deb o'ylaganman, lekin bu yoqqa kelganimdan keyin juda band bo'lib ketib qolganman. Yana nimani boshqacha qilgan bo'lardim? Mani o'zim emas, lekin bu yoqqa yangi kelgan talabalarni bunday ko'rib turib, shularning o'rnida bo'lganimda boshqacha ish qilardim deb ba'zida o'ylab qolaman. Ko'pchilik bolalar, ko'p yangi kelgan immigrant bolalar yoki o'sha xorijiy talaba bolalar juda shoshib qolyapti kelish bilan. Chunki bu yerda ayrim masalalar juda osonlik bilan kechadi-da. Masalan, bankdan osonlikcha har qanday salonga borib osonlikcha mashina olishingiz mumkin. Yoki Apple Store'ga borib osonlikcha iPhone olishingiz mumkin kreditga. Pul birdaniga to'lashingiz shart emas. Oyma-oy to'layverasan deydi. Odam o'zini osonlik bilan kredit anaqasiga, girdobiga tushirib qo'yishi hech gap emas-da. Bolalar shoshib qolyapti shunaqa holatda. O'zini o'zi birdaniga oyiga $1-2 ming o'zi kreditga o'zi tiqib qo'yganini o'zi bilmay qolyapti. Shu bilan ishga band bo'lib ketib, o'qish ikkinchi darajaga chiqib qolyapti. Chunki o'zi xarajat aniq. O'zi mana mashina olgan, mashinasini oyma-oy xarajatini, anaqasini, kreditini to'lash kerak. Telefon olgan, qimmat telefon, uni ham anaqasini to'lash kerak. Shu narsalar yangi kelgan talabalarga shartmi, kerakmi deb o'ylab qolaman. Chunki faqat keyin asosiy narsa chetda qolib, ya'ni o'qiyman, o'zimni perspektivamni, kelajagimni quraman degan rejalar chetda qolib, kreditni qanaqa qilib yopaman, xarajatim ko'payib ketdi. O'zi ham keyin o'zini o'zi qiynayapti-da bolalar. Shuning uchun bu xorijda juda bunaqa disiplina bu bo'yicha juda muhim, intizom. Juda qattiq e'tibor berish kerak. Bu narsaga bo'lmasa osonlikcha odam o'zini tupikka tiqib qo'yishi mumkin. Keyin talabalar ba'zi pulga berilib ketib qolyapti. Pulga, chunki keladi. Endi to'g'ri, O'zbekistonda ayrim holatlarda sharoit juda yaxshi, ideal sharoitlar emas. Bu yerga kelgandan keyin pul topish osonligini ko'ryapti-da. Asosiy o'qish chetda qolib ketib, yana o'zini pul topishga shu $15-20 soatiga $15-20 ishlariga
keragidan ortig'ini ketib qolyapti-da. Chunki mana haftada agar 20 soat ishlasa ham agar o'sha pul o'zini yashash uchun yetadigan bo'lsa, 40 soat, 50 soat, 60 soat o'qish o'zi chetga qolib ketadi-da. Men aytamanda, qachondir zerikasan bu ishlardan deyman. Hammasini bunday hisoblasang hech qancha bo'lmaydi. Masalan, bizni darajamizga chiqib bitta uy olganingdan keyin uyda ipotekasini puli o'zi sani bir oylik oyligingdan ko'p. Hozir undan ko'ra o'qishga o'zing investitsiya qil. Hozirgi topgan puling hech narsa emas. Shu o'qishni bitirib olgandan keyin bundan zo'r oyliklarni olasan. Shuning uchun mayli tirikchilik kerak, lekin balans, strategik planing ham, strategik rejang ham bo'lsin. Faqat sani kundalik anaqang mana shu kuniga 8 soat ishlab nima desam bo'ladi, iPhone olaman yoki kompyuter olaman, mashina olaman bilan cheklanib qolma, chunki bunaqa ishlar, kassalar 40 yoshda ham shunaqa, 60 yoshda ham bir xil senga oylik beradi soatiga. Bu nima bilan sen ertadan keyin kelajagini qura olmasliging mumkin. Bu yerda qolib farzandlaringni o'qitishing mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun strategik planing ham bo'lsin deyman. Mayli tirikchilik uchun ham vaqtingni ajrat. Lekin bu vaqtincha narsa, bu topayotgan puling. Asosiy maqsading baribir bo'lsin. Men mana o'qishni bitirib, mana kasbni egallayman degan planing bo'lsin deyman. Ko'pchilik o'ylanib qoladi, to'g'ri deydi, yana keyin aynan bilmadim, chalg'iydi. Shu o'zi shunga o'xshash loyihalar, mana shunaqa suhbatlar, podkastlardan maqsad ham o'zi aslida kelmoqchi bo'lganlar uchun ularni ko'zini ochish, ya'ni maqsadini to'g'rilab olishini hissa qo'shish bu narsaga va sizga o'xshagan mana necha yillik tajribaga ega Kanada hududida hozirgi kunda ma'lum bir bosqichga chiqqan, fikrlarni eshitish kerak bo'lgan, zarur bo'lgan, shu uzoq yo'llarni bosib o'tgan insonlarni taklif qilish rejamizda o'rin olgan va shu asnoda Alimardonbek yana bir narsani aytib o'tay, esimdan chiqmasdan. O'zbekistondan kelishda agar student talaba sifatida, shaxs talaba sifatida kelayotgan bo'lsa, o'qishni ham imkon qadar bir ehtiyot bo'lib, bir aniq rejalar bilan tanlash kerak. Iloji bo'lsa, o'qish ham faqat viza uchun bo'lib qolmaslik kerak-da. Faqat viza uchun, chunki odam 1 yillik o'qish Kanadada bu arzon narsa emas. 15-20 ming dollar kamida pul ketadi. Odamda 1 yil vaqti ham ketadi uning uchun. Ya'ni prosta men ayrim talabalarni nima qilib qoldim, o'qishini nomini ham bilmaydi-da. O'qishi qanaqa mutaxassis sifatida chiqasan desa, unga ham aniq javob bo'lmagan. Endi hozirda bilmadim, bunaqa talabalar bormi, yo'qmi. O'qishni imkon qadar shunday o'qishni tanlash kerakki, o'sha narsa vaqtni ham, pulni ham uvoli bo'lmasin. Imkon qadar mana shu 1 yillik o'qishni bitirgandan keyin ham nimadir bir trade deydi bu yerda, kasbga ega bo'lib olish mumkin. Shu orqali tirikchilik qilish mumkin. Shu orqali kelajagini boshlashi mumkin. Ya'ni 1 yillik kontrakt pul behuda ketib qolmasin. Menimcha shunaqangi o'qishlar bor. Yaxshi o'qishlar. Odamni ertadan keyin 1 yil bo'lsa ham mutaxassislikka tayyorlaydigan. Shunday, ko'plab studentlar bilan ishlaymiz. Jarayon davomida haqiqatdan aytganingizdek o'qish tanlash muammosi eng dolzarb masala. Mana oxirgi o'zgarishlardan agar xabaringiz bor, Kanada 3 yillik immigratsiya rejasini e'lon qildi va bunda student vizalar soni juda karrasiga qisqarib ketdi. Yiliga 150 mingta studentni qabul qilamiz xolos degan qaror chiqarildi. Vaholanki bundan oldingi yillarda 500 ming, 600 ming va hokazo undan yuqori darajadagi studentlar qabul qilinar edi. Va endi viza olish jarayonida ham bilsangiz, qaysi o'qishga kirganligi, o'qishning reytingi, xususiy o'qishmi, davlat o'qishmi, mana shu narsalar ham hisobga olinadi va rostdan ham aytib o'tganingizdek, o'qish tanlashda juda ham dolzarb masala bo'lyapti. Keyin yana bitta qo'shimcha ma'lumot aytib ketaman, Alimardonbek, bu bo'yicha. Bitta ma'lumotni aytmadim. Bilasiz, men o'qituvchilik, professorlikdan tashqari ham Kanadada litsenziyorli advokatman, yuristman. Oxirgi paytlarda immigratsiya bo'yicha ham savollar kelishni boshladi-da. Men ham shu oxirgi byudjetda o'rganib chiqdim imigratsion qismiga taalluqli joyini. To'g'ri, talabalar soni, xalqaro talabalar kvotasi ancha kamaygan. Adashmasam 2025da
350 mingga yaqin bo'lgan bo'lsa, hozir 155 mingga hozir tushirilyapti. Lekin bitta yaxshi yana xabar bor xorijiy talabalar uchun. Yaxshi xabar nima? Magistratura va doktorantura agar davlat universitetlariga topshiriladigan bo'lsa, bu programmalarga, bu dasturlarga topshirgan talabalar bu kvotadan tashqarida ekan. Ya'ni 155 minglik kvotadan tashqarida. Qachonki topshirilgan programma davlat universitetida bo'lishi, ikkinchidan o'qishi darajasi magistratura yoki doktorantura bo'lishi. Bu degani 155 mingdan tashqari yana 40 ming, 50 mingta joy bor degani. Graduate level studentlari hisobga olinadigan bo'lsa, bu degani o'ta darajada xavotirga tushishga ehtiyoj nima yo'q. Juda endi kamayyapti, to'g'ri, kvota kamayyapti, lekin programmani turiga qarab bu kvota limit amal qilmasligi mumkin. Ya'ni magistratura va doktorantura. Juda yaxshi xabar. Rostdan ham siz ta'lim sohasidasiz, mana ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlardan doimiy xabardorsiz. Demak, bu kabi studentlar o'sha davlat o'qishi, yana qaytaramiz, xususiy emas, davlat o'qishlariga qabul qilinadigan bo'lsa, shuningdek oilaviy hujjat topshirish imkoni ham yaratilgan ekan, mana shu. Shunaqa. Vizani ko'rib chiqish muddati ham tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqish, aynan mana shunaqa yuqori darajadagi malakali studentlarga imtiyozlar berilmoqda ekan. Shunaqa. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik davlat universiteti degani, Kanadada hamma universitetlar asosiysi xususiy-ku, yo'q, davlat universitetlari ham yetarli. Masalan, juda ko'p davlat universitetlari, ko'p programmalar, faqat ilgarigidaqangi faqat talabalari pulini olish uchungina tashkil topgan universitetlar chiqib ketyapti, xolos. Har bitta provinsiyada 2-3 kamida davlat universitetlari bor. Masalan, McGill deydi, private university deydi, lekin boshlanishi private, to'g'ri. Xususiy tashkil bo'lgan, lekin davlat universiteti hozir. Ya'ni mutaxassis bilan oldin gaplashish, maslahatlashish kerak. Men shu universitetga topshiryapman. Qanaqa? Davlat universitetimi yoki xususiymi? Shundan kelib chiqib turib qaror qabul qilish kerak. Tushunarli. Va aytayotganingizdek, shu ta'lim sohasida siz hozirgi faoliyatingiz, ya'ni o'sha universitetda ta'lim berish haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz, boshqalarga ham qiziq, chunki oson emas. O'zbekistonlik inson chet elda, ingliz tilida va shunaqa rivojlangan davlatda universitetda dars berishi bu ba'zilar uchun imkonsizdek tuyuladi, lekin siz mana shu holat bo'yicha ham qisqacha, ya'ni qanday chiqib borgansiz shu holatga va hozirgi kundagi faoliyatingiz to'g'risida ham ozgina gapirib o'tsangiz qiziq bo'lardi. Men shu McGill universitetida shu doktorantura qilish jarayonida bir universitet professoriga shogird tushganman. Shunaqa programmalar bor, matching mentorship program deydi. Universitetda bir yaxshi obro'li, o'zimni fakultetimni obro'li bir professoriga menti bo'lib shogirdlikka tushdimda. O'sha shogirdlik jarayonida u o'zini darslariga meni olib kirishni boshladi. Dars jarayonida har kuni nima qilamiz? Darsni polni onlayn qismini men tayyorlayman. Unga talabalarga materiallarni tayyorlashda yordam qilaman. Darsdan keyin dars jarayonida o'tiraman eshitib orqada, как assistent sifatida. Ayrim semestr jarayonida ayrim darslarni menga ham topshirdi. Mana shu darslarni tayyorgarligini ko'r, bu talabalarga, chunki talabalar ham huquqmi, san ham doktorantura studentsan, qo'lingdan keladi. Boshida xavotir bo'ldi, biroz hayajon, chunki ingliz tilida endi o'qiganmiz, kitob o'qiymiz, lekin dars o'tish, men ingliz tilida dars o'tishga tajribam bo'lmagan. Uni ustiga huquqshunos talabalari, men bitta savol bersa, savolga javob bera olmasam-chi deb xavotirim bo'lardi-da. Yo'q, bir-ikki marta darsga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, darsini men olib bordim. Ya'ni menda tajriba paydo bo'lishni boshladi o'shanda. Keyin ishga topshirish jarayonida ham doktoranturani bitirganimizdan keyin shu universitetga professorlikka shu ishga topshirish jarayonimda
o'sha narsani juda foydasi tegdi-da. Birinchidan juda obro'li professor inson ekan. Men keyinchalik bildim uni, u odamda anaqa vesini. O'sha odamga shogird bo'lganim juda yordam qildi. Ikkinchidan o'sha tajribam, ikkita uchta darsni o'zi ham shu darsni to'liq o'tdim deganim CV'mda, rezumemda ko'rsatganim foydasi tegdi. Ishga topshirish jarayonida men rosti nima bo'ldi? Bir Otabek degan mani do'stim bor va hozir O'zbekistonga qaytgan, Akfa universitetida o'sha dars beradi. O'sha yigit u ham doktorantura qilgan Kanadada. Bir kun aytib qoldi, men o'qishni tugatganman, professorlik, ya'ni pozitsiyasiga hali ishga topshirganim yo'q. Topshirsam meni olmasak ham kerak deb o'yladim. Sabab yetarli-da doktoranturani bitirgan bolalar bu yerda. Vaqt aka soliq huquqi bo'yicha New Brunswick universiteti pozitsiya e'lon qilibdi. Bir topshirib qo'ying. Otabek meni olmasa kerak desam, vaqt aka topshirib qo'yavering. Shu o'zim ishon qilamay topshirdim-da hujjatni. Topshirdim. 3 kundan keyin telefon bo'ldi. Sani hujjatingni jiddiy biz ko'rib chiqyapmiz, qo'shimcha ma'lumotlarni jo'nat. Ungacha men bu applicationim, bu hujjatim haqida jiddiy o'ylaganim yo'q edi. Menga umuman ishga olmasa ham kerak deb o'yladim. Chunki men hali u paytda permanent resident qildim, Kanada fuqarolar ichida ham yetarli deb o'ylardim shu emas. Yo'q, o'shandan keyin hamma hujjatlarni jiddiy tayyorlab jo'natdim. Ular 2 marta intervyu, universitetga professorlikka ishga olish jarayoni ham bitta juda murakkab. Bir kunda o'zida bir 6-7 ta team gruppa bilan intervyudan o'tasiz. Birinchi universitetda vice prezidenti bilan uchrashasiz. Keyin har bitta fakultetda siz bilan uchrashmoqchi bo'lgan o'qituvchilari bilan intervyu bo'ladi. Hiring committee deydi, u bilan suhbat bo'ladi. Даже talabalar bilan ham suhbat bo'ladi. Ya'ni bir kunlik suhbatdan keyin meni ishga olishdi. Shu ishga olish jarayonida asosiy savoli nima? Xo'sh, mana shu fan, soliq huquqi o'ta olasanmi talabalarga? Qo'lingdan keladimi? Ha, qo'limdan keladi deyapman, lekin ichimda hayajonim bor-da. Hayajonim bor. Lekin nima desam bo'ladi? O'ta darajada hali qo'rqqanimdanmi, hayajondanmi? Immigrant boshida juda bir qattiq mas'uliyat bilan ish qiladi-da, qilamizda. 2 yil ichida fakultetda eng yaxshi o'qituvchisi degan nominatsiya bo'yicha menga anaqangi berishgan sertifikat, ya'ni o'sha hali ham o'sha devorga hozir osib qo'yishgan. Men hayolimga ham kelmagan edi. 2 yil ichida ishga kirganimdan keyin fakultetda eng yaxshi o'qituvchisi degan 25 ta kanadalik professorlarning ichida bu bo'yicha men yutib chiqaman deb o'ylamagan edim. Lekin odam qilgan ishni odam qiladi. Ya'ni hammamiz harakat qilsak erisha olamiz. Faqat harakat, imkoniyat. Xo'p. Va mana shu masalada aytib o'tdingiz, student bo'lib kelib, immigratsiya qilish, ya'ni doimiy yashash huquqini qo'lga kiritish bosqichi bu anchagina vaqtni oladi, mehnatni o'zini yarasha tartib qoidasi bor. Sizda o'sha masalada qancha vaqt ketdi? Ya'ni o'qishni tugatganingizdan so'ng qaysi dastur orqali va qancha vaqt ichida shu doimiy yashash huquqini qo'lga kiritgansiz? Men immigratsiyani doimiy yashovchi, ya'ni permanent resident statusini provinsiya programmasi asosida olganman. Quebec provitsiyasi asosida. Provinsiyasini programmasi asosida bizning davrimizda alohida PhD doktorantura strimi yo'nalishi bo'yicha alohida immigratsiya strimi bor edi. Bizning paytimizda, hozir bilmadim, bizning paytimizda даже doktoranturaga o'qishga kirsangiz, o'qishni bitirishingiz shart emas edi PR ga hujjat topshirishingiz uchun. Eng muhimi doktoranturaga o'qishga kirganingiz, birinchi yildan keyin comprehensive exam degan ekzameni bor doktoranturada. Ko'p huquq fakultetlarida обязательно bor bu narsa. Ya'ni dastlabki fanlarda olasizda birinchi yilda. Dissertatsiya temangizni, mavzuyingizni sizni ilmiy rahbaringiz bilan yana team
bor, ikkita uchta professorlardan tashkil topgan, o'shalar tasdiqlashi kerak. Siz o'sha dissertatsiyangizni birinchi qismini, introductory qismini, bir taxminan 50 varaqli qismini tugatib ularga topshirishingiz kerak. Bundan maqsad, comprehensive examendan maqsad, agar bunga hozir dissertatsiya yozishga, doktoranturada davom ettirishga bir 5 yil muddat bersak, 5 yilda ichida bu dissertatsiya bilan chiqib bir yangilikni kashf qilib chiqishga imkoniyati bormi yoki yo'qmi? Qobiliyati yetadimi yo'qmi? Shu 50 varaqlik sizni dissertatsiyangizni bir qismi orqali sizni potensialingizni assess qilardi-da, ko'rardi. Maqsad shu comprehensivedan o'tishingiz, lekin o'qishda hali bitirgan bo'lishingiz shart emas-da. Comprehensive examdan o'tib turib, o'tganligingiz to'g'risida sertifikatni o'sha Kubak provinsiyasini shu imigratsion programmasiga topshirasiz, transkriptingizni o'zi o'sha applicationni bor, to'ldirardingiz. Shu manda xo'sh, birinchi yil comprehensive examni topshirdim, hujjatlarni tayyorlagunimcha yana 1 yilcha ketib qoldi. Topshirganimdan keyin 1 yilda ichida permanent resident statusini berishdi. Ya'ni umuman olganda 3 yil. 1 yil requirementga bajarish uchun ketdi. Ikkinchi yil hujjatlarni tayyorla, u qil, bu qil. Shuning uchun ketdi. Ikkinchi yilda oxirida hujjatlarni topshirdim. Ko'rib chiqish 6 oyda, o'sha paytda 6 oyda provinsialni nomini o'sha certificate of qualification degan narsasi bo'lardi. O'sha sertifikatni oldim, federal hukumatga topshirdim. 3 yil deganda permanent resident statusini oilaga oldik. Umumiy oilaviy man va oilamga. Kelgan sanangizdan boshlab 3 yil davomida 3 yil vaqt ketgan. Tushunarli. Hozirgi kunda ham deyarli shunga o'xshash immigratsiya ichida yuribmiz. Mana student bo'lib kelgan inson 1 yil yoki 2 yilda magistraturani tugatsa va 1 yil Kanada ish tajribasini amalga oshirib bersa, bilasiz, Express Entry dasturida Kanada tajribasiga asoslangan holatda ball tanlash imkoniyati bor va undan tashqari shunaqa imkoniyat yaratib berilyapti hozir. Student paytidayoq agar fransuz tilini o'rganib qo'ysa, yuqorida aytib o'tdingiz, B2 darajada student bo'lib turib ham demak, doimiy yashash huquqiga tezroq ega bo'lib olayotganlar bor. O'zimiz amaliy tajribamizda ko'ryapmiz va keling endi asosiy masalani o'zingizni shaxsiy hayotingizga demak o'tkazsak, mavzuni bursak, ya'ni siz yashab turgan hudud hozirgi kunda o'sha New Brunswick, o'sha Atlantik provinsiyalar deyiladi va bu yerda o'zbek jamiyati bormi, shakllanganmi yoki unchalik ko'p emasmi, shu haqida nima deya olasiz? Eng og'riq masalalarni savolni berdingiz. Ya'ni Kanadani hamma joyida ham o'zbeklar bir xil emas. Ya'ni hamma joyga ham hali yetib bormagan o'zbeklar. Men 2015-yilda New Brunswick universitetida, ya'ni New Brunswick provinsiyasining New Brunswick universitetida ish boshlaganman, shu o'qituvchi professor sifatida. Ya'ni bundan 10 yil oldin. New Brunswick provinsiyasi Kanadaning kichkinaroq bo'lgan provinsiyalardan bittasi, Atlantik provinsiyasi. Shu hali bularga biz o'zbek auditoriyasiga ko'pincha qanaqa qilib tanishtiraman? Titanik cho'kkan joy bor-ku deyman, suv. Shu yerga eng yaqin bo'lgan quruqlik. Haqiqatda shunaqa. New Brunswick provinsiyasi Halifax bu Titanik cho'kkan joyga eng yaqin bo'lgan quruqlik zonasi. New Brunswick Halifaxda Titanikning muzeyi ham bor. Xullas, biz borgan paytda man yashagan Fredericton shahrida, New Brunswick provinsiyasini poytaxti bo'lgan Fredericton shahrida boshqa o'zbek yo'q edi. Man u tashkilotga bordim, bu tashkilotga bordim, qidirdim, mana shu yerda o'zbek bo'lsa, hamma ishdan tashqarida shanba-yakshanba kunlari bir ko'rishib, anaqa bir o'zaro bir communitymizni tashkil qilamiz deb o'ylagan shu maqsadda qidirdim, o'zbek yo'q. Ruskogovorящийlar, Rossiyadan kelgan, ukrainlar, boshqa millatlar bor, lekin o'zbek yo'q edi. Hazillashib, nima desam bo'ladi, dekanimga, shu paytdagi boshlig'imga oilada 4 kishi, xo'sh, ikkita, 5 kishi bo'ldik dedim bir kun. O'zbek Frederictonda 5 kishi anaqangi, o'zbek 5 ta bor ekan desam, u 4 ta oilamiz 4 kishilik bilardi-da. Topdingmi bitta o'zbek dedi. Yana bitta o'zbek bormi ekan dedi. Yo'q dedim, farzand ko'rdim dedim. Shunday qilib ko'paymasak ko'paymayapmiz biz yerda dedim. Lekin oxirgi paytlarda, oxirgi 2 yilda ichida
o'zbeklar ko'payib qolgan hozir. Hozir ko'payib qolgan. Masalan, hozir Frederictonda o'zida, yo'q, Fredericton emas, Nyu-Bransvikda Hmm. kamida xo'sh 5-6 ta o'zbek oilasi, Hmm. taxminan bir 10 tacha o'zbek talabalari bor. Men bilganlar. Balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Mhm. Lekin o'zimiz guruh ochib olganmiz Telegramdan. Hammamiz bir-birimiz bilan aloqamiz bor, oilalar. Chunki bir-birimizga yangi kelgan odamga men endi eng ular ichida hozir 10 yil tajribam sal ko'proq provinsiyada. Ularga yo'l yo'riq ko'rsatish bo'yicha bir-birimizga yo'nalishlar beramiz, bir-birimizga yordam beramiz. Mhm. Xullas, hozir ko'payib qoldi. Tushunarli. Haqiqatdan asosan o'zbeklar shu Toronto, Vankuver atrofida-ku endi soni men aniq Katta bilmayman. shaharlarda asosan. 3000, 4000, 5000 shunaqa ko'p deyishadi o'zbeklar soni. Lekin immigratsiya maqsadlarida o'shanaqangi kichkina provinsiyalarda, katta provinsiyalardan ko'ra permanent resident, ya'ni doimiy yashovchi statusini olish ehtimoli kattaroq. Shunday. Mana bir qiziqib ko'rsangiz bo'ladi, 3-4 kun oldin mana bu Kanada 2025 byudjetini e'lon qilgandan keyin, imigratsion qismini ham e'lon qilingandan keyin darhol Nyu-Bransvik provinsiyasi ham o'zini kvotalarini e'lon qildi. PMP bo'yicha, provinsial programmalar bo'yicha juda encouraging anaqalar. Kvotalarni ochgan, yaxshi. Ya'ni o'sha provinsiyalarda permanent resident statusini olish osonroq. Albatta. Ham katta shaharlardan ko'ra. Rostdan ham o'sha PNP deymiz, tahsillarda 55 mingtaga tushirib tashlagan raqamlar birdaniga 90 mingdan oshib, ya'ni 2 karra oshib joyiga qaytarilyapti 2025 dan boshlab va 26 dan boshlab va ko'p studentlarga taklif qilamiz, o'qish tugatsangiz, agar olish qiyin bo'layotgan bo'lsa, doimiy yashashni shunaqa sal chekkaroq provinsiyaga ko'chib borib ishlab ko'ring, taklif qilamiz. Ba'zilar unamaydi, chunki chekka joy bo'lishi mumkin va hokazo deydi. Lekin shunaqa huquq borki, o'sha yerda yashab turib ham keyin ma'lum bir muddatdan keyin olgandan so'ng, masalan, agar juda xohlamasa, ma'lum bir asos bilan, masalan, ko'chish huquqi bor, ya'ni permanent resident bo'lgandan so'ng o'sha yerga bog'lab qo'yilmaydi hech qachon, konstitutsion huquqi bilasiz. Va siz o'sha aytyapsiz, o'zbeklar soni kamroq, lekin bor. Lekin turli millat vakillari bor Kanadada, o'zbeklarga yaqin yoki odamni o'zi bilan yaxshi chiqishadigan, kelishadigan. Siz ko'proq o'zbeklardan tashqari qaysi millat vakillari bilan yaqinroqsiz? Ya'ni muloqotda, qo'ni-qo'shnichilik, bordi-keldi va hokazo masalalarda. Men tajribam bu asosida aytadigan bo'lsam, shu musulmonlar bilan ko'proq tezroq chiqishib ketamiz. Chunki bir-birimiz baribir din bizni bog'laydi-da. Suriyaliklar, masalan, bilsangiz, suriyaliklarga ham o'sha ularda urush boshlangandan keyin Kanada juda katta kvota ajratib ularni bu yoqqa taklif qilgan. Fredericton shahrida, shuni Bransvik Fredericton shahrida o'sha paytda bir adashmasam bir 3000 yoki 4000 ta suriyaliklar kelgan. Ular kelgandan keyin o'sha shaharda masjidlar ochildi. Har xil musulmon halol magazinlar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni o'zbeklardan tashqari o'sha musulmon bo'lgan, masalan, suriyaliklar bilan ko'p nimamiz bor, aloqam bor. Turklar bilan aloqam bor. Rus tilida gaplashadigan o'sha ukrain yoki rus tili rus xalqi vakillari ham bilan ham aloqalarim, munosabatlarim yaxshi. Tushunarli. Ama yuqorida aytib o'tgan masalangizdan qo'shimcha qilmoqchi edim. Biz ham o'sha doimiy yashash huquqi uchun o'sha Yukonga, shimolga ko'chgan bo'lsak, kelib qidirdim, izladim, kerak bo'lsa o'sha hukumatiga ham bordim. Birorta o'zbek yo'q. Haqiqatdan chekka joy, bular ham uzoq joy. Endi o'sha doimiy yashash huquqi uchun kelingan. Borganimda shu birinchi o'zbeksiz deb aytishdi, haqiqatdan topilmadi hech qanaqa o'zbek, lekin o'zbekistonlik rus inson bor ekan, o'zbekistonlik. O'sha inson bu yerda xususiy bog'chalar tarmog'ini ochibdi, joylashib qolgan ekan. Va undan so'ng birinchi kelganimdan so'ng bir yigit keldi O'zbekistondan o'qish uchun. O'sha yigit hozir shu yerda hali ham. Va shunaqa holat, haqiqatdan chegara joyga borsiz, o'zbek topish qiyin bo'lar ekan. Bitta men 10 yil oldin boshdan kechirgan narsani siz hozir boshdan kechirayotgandek tuyulyapsiz-da, lekin
juda ajoyib joylar. Masalan, mana hozir men Да. sizga bir narsani aytaman. Hozir o'sha Frederiktonda yashayotgan o'zbeklar Mm. Torontoga kelib yana qaytib ketdi. Ha. Qaytib ketdi Frederiktondan. Nimaga desam, aka Frederikton ancha yaxshi ekan. Torontoda shahar qimmat haqiqatda. Shahar Mm. qimmatligi, raqobat kuchliligi, aka mana shu yaxshi ekan, men o'rganib qolibman bu yerga deyapti. Chunki ish topish osonroq. Torontoga nisbatan raqobat u darajada kuchli emasda. Mm. Ee, Mm. lekin katta shaharlarda bor, hamma sharoit o'sha yerda ham bor. Mhm. Kanadani bilasizku, deyarli hamma joyida Mm. deyarli sharoit bir xil. Shunday. Demak, siz endi masalan uy-joy narxlarida ham sezamiz farqni. Nyu Brunsvik kabi joylarda nisbatan Arzon, narxlar ancha arzon. arzonroq. Va siz tavsiya qilgan bo'lardingiz, katta shahardan ko'ra kichkina shaharga borsa ham inson baribir o'zini qoniqadi hayot tarzidan degan ma'noni tavsiya qilgan Bitta bo'lardi. narsani sog'inishingiz mumkin, bitta narsadan Mm. ko'nib qoniqmasligingiz mumkin. Bu yerda masalan adashmasam hozir Torontoda qancha men endi speculate qilmay, ancha Mm. muncha o'zbek borda, ancha muncha o'zbek bor, o'zini mana masjidlari bor, har shanba, Mm. yakshanba har xil dasturlar asosida, ayniqsa yoz oylari, pikniklar, bir-biri bilan ko'rishadi. Mana shu narsa bo'lmasligi mumkin. Chunki Ha, buning uchun o'zbek hali juda ko'p emasda. shunday. O'zbek lekin juda ko'p emas. Lekin iqtisodiy sharoit nuqtai nazaridan mana shu yerda bor sharoit o'sha yerda ham bor. Masalan, magazinlar hammasi bor, o'sha Costco, Superstore deysizmi, boshqa Da. ish oyliklari ham bu yerda qancha oylik bo'lsa, o'sha yerda ham shu oyliklar. Shunaqa. Demak, hammani o'zini qadriyatlaridan kelib chiqar ekan va musofirchilikda baribir ancha yildan berisiz va siz nimalarni o'rgatdi musofirchilik insonga baribir ko'p narsa o'rgatadi. Siz boshingizdan o'tkazgan o'sha tajribalaringiz qolganlarga ham foydali bo'lardi. Nimalarni his qildingiz shuncha yildan beri musofirchilikda? Musofirchilik endi juda ko'p narsani o'rgatadi. Birinchi o'rinda sabrni o'rgatadi. Sabr qilib, chunki boshqa variantingiz ham yo'q yo'qda. Chunki hamma narsaga sabr bilan erishasiz. Ikkinchidan o'zingizni kuchingizga ishonish o'rgatadi. Chunki bunaqa joyda sizni amakingiz yo'q, tog'ingiz yo'q, akangiz yo'q, dadangiz yo'q. Hamma narsani o'zingiz kuchingiz asosida qilishingizga to'g'ri keladi. Odamlar bilan muomalani o'rganasiz. Chunki ular uchun siz hech kim emassizda. Bunaqa joyda faqat ularga mehnatingizni ko'rsatishingiz kerak, xarakteringizni qanaqaligini ko'rsatishingiz kerak. Agar mehnatingiz yaxshi bo'lsa, xarakteringiz yaxshi bo'lsa, o'zlari qo'llab-quvvatlab ko'tarib yuboradi sizni. Agar ularga yoqsangiz, lekin nima desam bo'ladi? Baribir o'zingizni kuchingizga ishonishingiz kerakda. Masalan, aytdimku, o'sha men O'zbekistonda juda yaxshi, chunki O'zbekistonda yurist bo'lganmiz. O'sha yerda ham nima desam bo'ladi? Agar bitta ishni boshlab anaqa qilsangiz, iqtisodiy jihatdan ham kam bo'lmaysiz. Lekin bolalarni o'ylab, ertadan keyin o'zimni doktorantura qilaman deb shu sharoitlarda endi shu narsalarni mo'ljallab kelganman. Hamma narsani noldan boshlashingizga to'g'ri keladi-da bu yerda. Masalan, bizni o'zingiz bilasiz, huquqiy o'sha yerda olgan diplomlarimiz to'g'ridan to'g'ri o'tmaydi. Shunday. Boshidan boshlashimizga to'g'ri keldi ko'p narsani. Lekin sabr bilan hamma narsaga erishsa bo'lar ekanda. Aytmoqchimanki, sabrni o'rgatadi, o'zingizni kuchingizga ishonishni o'rgatadi. Do'stga ehtiyoj, nima desam bo'ladi? Haqiqiy do'stlarni topishni o'rgatadi bunaqa hayot. Ha, kim do'st, kim do'st emas. Xo'p. Farqiga borishni o'rgatadi. Farzandlar bo'yicha gapirdingiz. Farzandlar kelajagi uchun baribir ko'pchilik immigratsiya qilishga qaror qiladi. Ularni ta'limi, sog'lig'ini o'ylaydi, kelajagini o'ylaydi. Sizni holatingizda hozirgi kunda farzandlaringizni ta'limi va sog'lig'idan, umuman ularni kelajagidan ko'nglingiz to'ladimi musofir sifatida? Ta'lim nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, ko'nglim albatta to'ladi. Albatta to'ladi, chunki men har 2-3 yilda O'zbekistonga borib turaman. Ota-onamiz, aka-ukalarimiz baribir o'sha yerda.
ularni farzandlari, ukamlarni farzandi deyarli mani farzandlarim bilan tengdosh. O'zbekistonga borganda ularni masalan o'zaro o'sha bilim darajasini solishtiramiz. Bunday gaplashganda hech qanaqangi nimasiz e, ya'ni Kanadada ta'lim olgani, bilim darajasi yuqoriligi suhbatlarida baribir bilinib turadi. Shuning uchun ta'lim nuqtai nazaridan haliyam o'sha to'g'ri qaror qabul qilganman deb o'ylayman. Chunki ingliz tilida hech qanaqangi muammo yo'q farzandlarim. Chunki bular uchun asosiy til ingliz tili bo'lib qoldi hozir uyimizdan tashqarida, maktabda. Uni ustiga mani farzandlarim katta o'g'limdan tashqari qizim, ya'ni ikkita farzandim nimada fransuz immersion programmada o'qiydi, ya'ni ingliz tilidan tashqari fransuz tilini ham o'rganadi. Ya'ni hozirda o'zida 3 ta tilda gaplasha oladi. Ingliz tili, fransuz tili, o'zbek tili. Sog'liq masalasi. Lekin bitta muammo meni ba'zida o'ylantiradi. Hozircha bu muammo emas. Bular boshqa jamiyatda katta bo'lyapti-da endi. Kanada jamiyatida katta bo'lyapti, o'zbek jamiyatidan ancha uzoqda. Mayli endi uyda ko'p narsani o'rgatasiz, boshqa bo'lasiz, lekin O'zbekistonda ota-onadan tashqari ham jamiyatda o'zi ham bolani tarbiyalaydi-da ko'chaga chiqqandan keyin. Ana shu narsa bu yerda yo'q. Endi bor. U Kanada jamiyatini anaqalari qoidalarida, endi tashqarida Kanada jamiyatini an'analarini o'rganyapti. O'zbek jamiyatini an'analarini emas. Shu nuqtai nazardan masalan biz o'zimizda o'zbek an'analari, o'zbekona yashash, o'zbekona hayotni 100% o'zlashtirganmiz deydigan bo'lsak, oilada juda bersangiz siz 80 yoki 70% bera olishingiz mumkin shu narsani keyingi avlodga. Chunki boshqa davlatda katta bo'lyapti. Ya'ni men o'zimdagi bor o'zbekona hayot stili yoki an'analarni farzandimga 80 yoki 70% o'tkaza olaman xolos. Ya'ni 100% o'tkaza olmayman, chunki bular boshqa jamiyatda katta bo'lyapti. Men o'zim ham boshqa jamiyatdaman. Meni farzandimdan keyingi avlodchi deb o'ylab qolaman. Meni farzandim endi 70-80% o'zlashtirgan bo'lsa, keyingi avlodga 70-80 bormaydi. Balki 30-40 boradi. Qaysidir etapga kelganda agar farzandlaringiz shu yerda yashab, farzandlaringiz yoki farzandlari shu yerda yashaydigan bo'lsa, qaysidir etapga kelganda Kanada jamiyatiga assimilyatsiya bo'lib ketadi baribir. Ya'ni o'zbekchilik ma'lum ma'noda ma'lum etapga borgandan keyin nima desam bo'ladi? Gen nuqtai nazardan qoladi. Buni o'zgartira olmaydi yuzimiz, ko'rinishimiz, lekin ma'naviyat nuqtai nazardan, an'analar nuqtai nazardan o'zbek jamiyatidan uzoqlashadi-da. Endi bu shu tomoni endi bilmadim nima bo'ladi endi, lekin imkon qadar farzandlarimizga o'zimiz o'zbekona tarbiyalab nima qilishga harakat qilamiz. Lekin o'sha risk hali ham bor. Agar bu shularda yashaydigan bo'lsa, ma'lum etapga borgandan keyin faqat o'zbekman degan nimani o'zi qolishi ham mumkin. Shu to'g'ri, rostdan ham siz mana ancha yildan beri farzand tarbiyasidasiz, mana chet elda. Yangi kelayotganlar bor. O'zimiz ham shu, mana farzandimiz 1 yoshga to'lmasdan kelganmiz Kanadaga. Mana ikkinchi farzandimiz xudo xolasa yaqinda kutilyapti. Va bir tarafdan xursand bo'ladigan tarafingiz, farzandlar uchun ingliz tilini o'rgatish shart emas, o'zi shundoq ham o'rganadi, ta'limdan xursand bo'lasiz. Mana hozir farzandim ingliz tilida tili chiqdi-da, o'zbek tilida emas, bog'chani ta'siri bo'lsa kerak. Lekin o'zbek tilini uyda faqat ishlatyapmiz, o'zbek tilida gaplashyapmiz, tushunyapti, kerak bo'lsa gapirishni boshladi ozgina, lekin uni o'ylashi, uni fikrlashi faqat ingliz tilida. Birinchi kelgan so'zi ingliz tilida bo'ladi, keyin uni o'zbekchaga tarjima qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham bir narsani aytay, Alimardon, tavsiya. boshqa immigrantlar uchun ham foydasi bo'lishi mumkin. Biz Kanadaga yangi ko'chib kelganimizda endi asosiy maqsadimiz farzandlarimiz ingliz tilida bemalol fluent, erkin gaplasha olsin, bilim ta'lim darajasi yaxshi bo'lsin. Shunaqa maqsadlarni oldimizga qo'yamiz-ku. Shunaqa maqsadlarni oldimizga qo'yganimizdan keyin kelgandan keyin birinchi ingliz tilidagi so'zini eshitish ham bizni xursand qiladi-da. Mana niyatimiz, bizni o'sha planlarimiz, rejalarimiz o'zining natijasini berishni boshladi. Men ayrim o'zbek oilalarini bilaman.
shu darajada xursand bo'lganidan uyda o'zi ham farzandlariga ingliz tilida gapirishni boshlaydida. Bu eng katta xatolardan bittasi deyman, chunki farzand Kanadada yashayaptimi, ingliz tilini shundoq ham o'rganadi. Ha. Uydan chiqish bilan ingliz tili, hamma narsa ingliz tili. Lekin eng asosiy challenge o'zbek tilini saqlab qolish. Eng asosiy muammo o'zbek tilini saqlab qolish. Biz shuning uchun o'zimizni uyda yozilmagan qoidamiz bor. Yozilmagan qoidamiz nimadan iborat? Uyga kirdimi, hamma faqat o'zbek tili. Faqat o'zbek tilida gaplashamiz. Chunki farzandlarimga ham shu narsani o'rgatganman. O'zaro muomalasi, farzandlar o'rtasidagi muomalasi ham o'zbek tilida. O'zbek tilida. Imkon qadar o'zbek tilida gapir deyman. Endi ba'zida qiynaladi. Ayrim so'zlarni o'zbekchasini topa olmaydi. Tuni kuni qizim aytadi. Ha, dada nima? Shanba kuni tekinmisiz dedi. Tekinmisiz. What are you trying to say dedim inglizchada. Nima demoqchisan? Desam, keyin are you free on Saturday deyapti. Qarang, free so'zini nimada anaqa o'zbek tilimiz ma'lum ma'noda boy ekanda deyapmanda. Tekin ma'nosi ham bor, bo'sh ma'nosi ham bor. U maqsad bo'shmisiz demoqchi. Adashib tekin so'zini nima qilyapti? Aytmoqchimanki, qiyinchilik bo'ladi. Ya'ni bolalarda ma'lum ma'noda baribir O'zbekistonda katta bo'lmagandan keyin, lekin ota-onada gap katta. Aytmoqchimanki, uni gapimni oxiriga yetkazib qo'yay. Farzandingizga imkon qadar inglizcha sizga gapirsa ham o'zbekcha qaytaravering gapni. O'zbekcha qaytaravering. Sabab sizni asosiy muammolarimiz bu yerda chet elda. Ularni ingliz tilini rivojlantirish emas, ularni o'zbek tilini saqlab qolish asosiy muammomiz. Shuning uchun hijolat nima deydi, qo'rqmang, farzandingiz shundoq ham shunaqa zo'r bo'lib ketadi ingliz tilidan. 6 oy yetarli. Meni farzandlarim 0 ingliz tili bilan kelgan Kanadaga. 0. Birinchi kunlari faqat maktabdan yig'lab kelardi. Chunki hech narsani tushunmaydi-da. Lekin 6 oy deganda shunaqa sayrayapti. Va yaxshi taraf bolalarimiz, mana bizning yoshlar bizdan ko'ra tabiiyroq ingliz tilini o'rganadi. Masalan, bizda aksent bo'lishi mumkin, biz o'rganganmiz. Bular ancha erta o'rgangani uchun bularning ingliz tili xuddiki native speakerga o'xshagan holatda juda ham chiroyli shakllanadi. Bu o'ylash kerak emas ekan, demak faqat o'zbek tilini ushlab qolish uchun shu imkon bo'lsa har 2-3 yilda imkon bo'lsa, endi imkoningiz bo'lsa har yili. Bo'lmasa har 2-3 yilda farzandlarni O'zbekistonga yozda jo'natib turish kerak. O'rganib keladi. Chunki juda ko'p narsani o'rganib keladi. Ha, va yoki ota-onalarni shu yoqqa taklif qilish kerak. Albatta, imkon bo'lsa albatta. Va shu farzandlar bo'yicha gap ketganda yana bir mavzu bo'lanadi. Ularning kelajagi haqida gapirganda qaysidir kasb vakili, egasi bo'lsa xursand bo'lardim yoki shunaqa narsada qobiliyati bor, talanti bor deyiladi ko'p ota-ona tomonidan va mana shu g'arbning bitta plyus tarafi bolani qiziqqan yo'nalishiga yo'naltirishga imkoniyat, sharoit maktabda ham, uyda ham qilib berishgan va biz O'zbekistonga o'xshab o'g'lim sen vrach bo'lasan, o'g'lim sen yurist bo'lasan deb qichqirilmaydi. Shunisi sizni farzandlaringiz kelajakda qaysi kasb vakili bo'lishni xohlagan bo'lardingiz o'zingiz? Xo'sh, men endi baribir biz immigrantmiz. Kelganda farzandlarimiz har qanday kasbni tanlashda birinchi o'rinda bu iqtisodiy jihatdan o'zini tortib keta oladimi degan narsa baribir, chunki farzandlarimiz qiynalishini xohlamaymiz-da. Lekin bitta narsani men aytgan bo'lardim. Kanada jamiyatida qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar farzandingiz agar o'zini ishini ustasi bo'lsa, och qolmaydi. Hayoti to'kin bo'ladi. Endi aslida O'zbekistonda ham shunaqa. Agar siz bitta kasbni zo'r egallang, qaysi nima bo'lishingiz, kasb bo'lishidan qat'iy nazar, kosib bo'lasizmi, sartarosh bo'lasizmi, agar o'zingiz ishingiz ustasi bo'ling, klientlar sizni o'zi ko'tarib ana qilib tashlaydi. Lekin ayniqsa Kanadada demoqchiman, farzandni iloji boricha oldin bolani potensialini qaysi nima yo'nalishlarga imkoniyati borligini oldin bir ota-ona sezadi-da. Masalan, meni farzandimda, katta o'g'limda matematikasi zo'r edi.
matematikasi zo'r. Kumon degan yaponlarni o'sha nimasiga borgan, o'sha matematikasini maktabdan tashqari, как o'zbekchasi nimada bizda repetitorlik deyiladi. Lekin bu alohida shunga o'xshagan programmaga borib, o'zi qatnashib, o'zi keyin o'sha yerda tutorlik ham qilishni boshladi, o'qituvchilik ham qilishni boshladi. Matematikasi zo'rligini bilardim. Qaysi yo'nalish bo'yicha ish o'qishga topshirasan desam, dada police officer bo'laman dedi boshida. Yomon emas dedim, lekin seni potensialing matematika yaxshi. Uvol qilib qo'ymaysanmi dedim. Keyin men uvol qilib qo'ymaysanmi dedimda, shu gapni aytdim, lekin o'sha maktabni bitirish paytiga kelganda injenerlikka topshirdi keyin, o'qishga injenerlik. Electrical engineering hozir o'sha Torontoning York universitetini electrical engineering fakultetida hozir o'qiydi. Polisga topshirmadi. Nima desam bo'ladi? Men balki o'sha gapim ta'sir qilgandir, lekin men juda soft ohangda aytdim, balki o'sha matematikning uvol bo'lib qolishi mumkin emasmi deb shu narsani aytdim. Bitta farzandim o'zi shu yo'nalish bo'yicha ketyapti. Hozir muhandislik, o'zbekchasiga aytganda. Ikkinchi farzandim maktabni bu yil bitiradi. Hozircha meditsinaga juda qiziqadi, ya'ni medik doktor bo'lishga harakati bor. Lekin bu yerda bilasiz, juda bir raqobat, kompetitiv soha doktorlik, lekin agar o'zi imkoniyati, salohiyati yetsa, agar shu o'qishiga topshirib o'tsa, o'qitaman, qo'llab-quvvatlayman. Lekin bolalarni o'ziga qo'yganman, ma'lum ma'noda maslahat beraman, maslahat so'rasa maslahat beraman. Lekin bolalarni o'zini qiziqishiga, imkoniyatlariga e'tibor beraman. Siz agar ota-ona sifatida farzandlaringizga muayyan bir sohani ravo ko'rayotgan bo'lsangiz yoki shu sohadan ketishini xohlasangiz, unga bu sohaga kirasan emas, o'sha sohaga sharoit yaratishingiz kerak-da. O'sha sohaga yetaklaydigan sharoitlarda qilinsa, bolani o'zi qiziqib ketar ekan o'sha yo'nalishlarga. Masalan, bolangiz ertadan keyin muhandis bo'lishini xohlasangiz, boshqa imkon qadar matematikani yaxshi o'rgating, masalan, darsdan tashqari to'garaklarga bering. Bolangiz sportchi bo'lmoqchi bo'lsa, shu futbolga bering. Boshqa, ya'ni qizimda ham ma'lum ma'noda men shu sharoitlar yaratganman. Sharoitlarni o'zi keyin qiziqib ketib qoldi. Endi hali bilmadik, qani hozirdan bir narsa deyish qiyin. O'qishga kirsa ko'ramiz. Tushunarli. Hop, kelajakdagi o'zingizni yaqin kelajakdagi, uzoq kelajakdagi soha bilan bog'liq, shaxsiy hayot bilan bog'liq qanday rejalaringiz bor yoki hali vaqt ko'rsatadimi hammasini? O'tmish haqida gapirishga qo'rqmayman. Lekin kelajak haqida gapirishga ba'zida nima qilaman, biroz reservation nima saqlayman, sabab o'sha planlar amalga oshmay qolsa keyin uyalib qolishdan xijolat bo'laman. Uni ustiga plan ijobat bo'lgandan keyin nima bo'lgan yaxshiroqchi aytilmasdan ko'ra. Shunday. Lekin bir narsani aytishim mumkin. Masalan, hozirda ham professor o'qituvchiman, ham Kanadada litsenzionni yurist, advokatman, ya'ni o'zbekchasiga aytganda huquqshunos, inglizchasiga aytganda lawyer. Ya'ni ma'lum ma'noda shu lawyerlik faoliyatimga ham sekin urg'uni bermoqchiman, chunki bu sohada universitetda faqat sizni ko'pincha talabalaringiz biladi xolosda. Ilmiy community biladi, lekin shu bilimni amaliyotda kimlargadir o'sha huquqiy muammolari bor insonlarga yordam berishni qaratsangiz, natijasini juda tez ko'rasiz ekan. Bu moliyaviy jihatdan emas, ularning hayotini o'zgarishi, muammolarini hal bo'lib, ulardagi muammolardan olib chiqib ketish imkoniyatlarim borligini bildim. Bitta ikkita odamlarga yordam berib, shu narsalarga ko'proq urg'u bermoqchiman. Tushunarli. Kanada huquqiy tizimi bo'yicha baribir tajribangiz, bilimingiz va bunga vakolatingiz bor va shu asnoda aytib o'tmoqchi edim. Shu video ostida kommentariya qismida, opисание qismida sizga qanaqadir
bog'lanish aloqalarini qoldirsak, sizga misol uchun bog'lanishsa, shu masala qaysidir masala bo'yicha endi Ha, hammaga man ham yordam. sizga beraman Alimardon. Man shu bilasiz, Telegramda hozircha, Instagram ham aslida ishga solishim kerak. Uzbek Lawyer degan profil asosida Telegram kanal ochganmiz. Ana shu kanalni man linkini sizga tashlab qo'yaman. Ya'ni bu yo'nalish bo'yicha amaliy o'zbek diasporasi a'zolariga yordam qilishimiz mumkin. Masalan, notariuslik vakolatim ham bor, ularni hujjatlarini notarial anaqadan o'tkazish yoki ularga har xil huquqiy muammolarida yordam qilish, ayniqsa soliq yo'nalishi bu men asosiy yo'nalishim hisoblanadi. Soliq yo'nalishi, soliq savodxonligini oshirish ularda. Shu yo'nalishlar bo'yicha xullas menga chiqsa bo'ladi Uzbek Lawyer kanali orqali. Men sizga linkini berib qo'yaman. Qoldiramiz videoni tagida. Va O'zbekiston haqida gaplashsak, sog'inib turasizmi? Qaysi payt ko'proq sog'inasiz? Qaytish rejangiz bormi? Qachondir kelib, shu haqda ham ozgina aytsangiz. Rosti men Kanadaga yangi kelganimda 2010da kelaman, doktoranturani bitiraman, ketaman degan reja bilan kelgandim. Mana keldim, 5 yilda o'qishni tugatdim. Ish imkoniyatlarini ishga taklif qilishdi, qoldik. Ya'ni o'sha paytda ketmoqchi edim aslida. Mana 15 yil bo'libdi, ketaman deganimga ham 15 yil bo'libdi. Shuning uchun yangi kelgan talabalar yoki boshqa aka men keldim, mana o'qishimni bitirib ketaman desa, ichimda kulib qo'yaman. Hali planingiz o'zgarib ketadi deb. Chunki hali shunaqa davlat ekanda bu davlat. Hali Toshkent non shahri deydi-yu. Toshkent non shahri, bitta nonni bir nimasini yegan odam baribir qaytib keladi degandek, Kanada shunaqangi joy ekanki, boshida qiyinchiliklar bo'lar ekan. Hali qiyinchilik yo'q demayman. Boshida hammada qiyinchilik bo'ladi, lekin qattiq mehnat qilib, sabr bilan ishlasangiz, sekin-sekin o'zbekchilikda aytadi, tunneldan chiqas ekan deb. Уже betda ham sekin kelajagingizni ko'rishni boshlaysiz. Masalan, farzandlaringiz o'qishga kiradi, ular mana hozirgi jarayonda o'zi bog'lanib bo'ldim. Chunki mana ikkinchi farzandim ham yaqinda o'qishga kiradigan. O'qishga kirsa, yana 4 yil, 5 yil shu yerdaman degani. To o'qishni bitirib olguncha. Lekin qachondir qaytish niyatim bor. Chunki odam yoshi o'tgan sari, yoshi kattalashgan sari o'zini davlatiga sekin tortar ekan yurak. O'zini shu masalan men qishloqda katta bo'lganman. O'zimni qishlog'imga tortadi anaqam, ba'zida anaqam. Chunki shuna joylarni xohlab. Lekin hozircha bir narsa deya olmayman. Bu yerda qolib ketaman yoki O'zbekistonga absolut qaytaman. Lekin qaytsam kerak qachondir. Qaytsam kerak. Mana ishlarni, farzandlarni ta'limini hal qilib olganimizdan keyin qaytsam kerak. Lekin tez-tez borib turamiz. Ha, tushunarli. Va kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bor. Qarorga kelisha olmaydigan, o'ylab yuradigan, potensiali bor, lekin kelsammikan, kelmasammikan deydi. Shunaqa yurtdoshlarimizga qanaqa maslahat bergan bo'lasiz? To'g'ri, tavsiya emas, qarorni o'zi qabul qiladi, lekin maslahat so'rashsa nima degan bo'lardingiz? Ikkilanayotgan bo'lsalar, bu endi odamni xarakteriga bog'liq-da. Agar tavakkalchilikdan qo'rqmaydigan bo'lsa, o'zini hayotini yoki hech bo'lmasa keyingi avlodni hayotini o'zgartirish niyati bo'ladigan bo'lsa, Kanadani tavsiya qilaman kelishni. Chunki men bu Kanadaga kelishdan oldin ikkita eng rivojlangan davlat, dunyoning eng rivojlangan davlatlarida yashab qo'yganman 1-2 yilda. Germaniyada 3 yil yashaganman. Yaponiyada 1 yil yashaganman. Shularda yashab oxirida Kanadaga kelgandan keyin ma'lum ma'noda vohid mana endi o'zingni joyingni topding deb o'zimga o'zim aytganman. Chunki bu davlatda o'zini haqiqiy egasi yo'q-da. Chunki bu immigrantlardan tashkil topgan davlat. Hech kim bu davlatni o'zini uyi deb hisoblamaydi. O'zini hali nimasidir, masalan nemislar Germaniyani o'zini nemislarning davlati deb hisoblaydi. Yaponlar o'zini yaponlarning davlati deb hisoblaydi. Ya'ni boshqa millat kelsa, ular xuddi mehmon deydi u yerda.
Lekin Kanada bu immigrantlardan tashkil topgan davlat. Bu keliboq o'zingizni davlatingiz sifatida his qilishni boshlaysiz bu yerda. Chunki sizni birov xuddi haligi bu davlatda ma'lum ma'noda haligi begona siratmaydi-da. Sizni begona siramaysiz. Aytmoqchimanki, agar riskdan qo'rqmaydigan, tavakkalchi, ma'lum ma'noda boshlanishiga qiyinchiliklarga bardosh beradigan odam bo'lsa, men aytgan bo'lardim, arziydi. Bu davlatga kelish arziydi, chunki bu davlat hali ham imkoniyatlar davlati. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida sal qiyinchiliklar bo'ldi. Bu Kanadani yomonligidan emas, immigratsiya volyumi ko'payib ketib qoldi. Men bitta oddiy misol qilib tushuntiraman. Masalan, tasavvur qiling, siz to'y qilmoqchisizda, to'yxonaga 100 kishiga joy aytdingiz. 100 kishiga joy tayyorlangan, lekin siz 110 kishini aytib qo'ydingiz to'yga yoki 120 kishini aytib qo'ydingiz to'yga. Joy 100 kishiga belgilangan, lekin to'yxonaga 120 kishi keldi. Hali 20 kishiga joy yo'q. Lekin aytishga aytib qo'ygansiz. Xuddi shunaqangi sharoit bo'lyapti-da hozir Kanada oxirgi 3 yil ichida qancha hozir temporary rezidentlar 3 million ekan. 3 million. Kanadani fuqaro umuman общий aholisining 10% tashqaridan kelganlar ekan hozir oxirgi 1-2 yil ichida 10%. Bu degani keragidan ortiq kvot, keragidan ortiq imkoniyat, Kanadaning imkoniyatlaridan ortiqroq odamni taklif qilib qo'ydi. Xuddi shu to'yxonada hali qo'shimcha kelgan odam xafa bo'lib qolganda, chunki stolda xuddi bo'lishib o'tirishiga to'g'ri keldi-da. Bitta ovqatni 2 kishi bo'lishib yeyishiga to'g'ri keldi-da. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti-da. Shu sal yangi kelgan immigrantlarni xafa qilib qo'ydi, ma'lum ma'noda. Lekin bu Kanadani yomonligidan emas. O'sha sharoit, o'sha imkoniyatlar hali ham bor, lekin uncha odamga mo'ljallanmagan imkoniyatida. Mana 2026-yildan boshlab Kanadaga qabul qilinayotgan, taklif qilinayotganlar odamlarning soni Kanadani imkoniyatlariga hozir moslashtirildi. Ajoyib. Shu 1-2 yil ichida xudo xolasa Kanada yana o'zini holatiga qaytadi. Shunday, ya'ni shunaqa deb o'ylayman, ya'ni topshirish kerak. Bu davlat hali ham imkoniyatlar davlati. Boshida qiyinchilikka tayyor bo'lish kerak. Hech bo'lmasa keyingi avlod hayotini o'zgartirasiz bu yerda. O'sha eski старый добрый Kanadaga qaytadi degan gaplar bor. Chunki oldingi Kanada bilan hozirgi Kanada ozgina farqi bor. Haqiqatan, lekin bu narsani jilovlash boshlandi. Mana bu 3 yillik rejada ham ko'rdik. Juda ham qisqa, faqat munosib insonlargina Kanadaga kirib keladi deyilyapti. Mana tibbiyot tizimi, uy-joy tizimi ularga dosh beradigan tarzda joyga qaytib, sekin-sekin o'sha o'rinlarni bir-biriga mos keladigan tarzda bo'lsa, olib kelamiz deyishyapti va keling endi mana shu suhbatni bir qismimiz bor, ya'ni bu haqda hammada har safar har xil qilamiz. Sizga blitz savollar bersam, bir 5-6 ta blitz savol. Unga siz faqat bitta so'z bilan yoki ikkita so'z bilan javob berishingiz mumkin. Qisqa va lo'nda savollar. So'zimni keyin tushuntirishim kerakmi? Yo'q, shart emas. Uzoq shart emas, faqat blitz savol, o'sha javob o'zi kerak xolos. Demak, tayyor bo'lsangiz, birinchi savol, Kanada siz uchun qishda go'zalmi yoki yoz faslidami? Yozda. Yozda chiroyli. Xo'p, 3 ta eng katta plyuslarini ayta olasizmi? Siz uchun 3 ta eng katta plyus. Kum ko'kligi, tabiatiga betakror tabiati. Imkoniyatlarning ko'pligi. Ko'chaga chiqsangiz, masalan, restoranga, har xil davlatni restoranlari, har xil davlat oshxonalari borda. O'sha davlat odamlarini o'zi pishirib beradi ovqatini. Madaniy xizmat. Chunki multicultural nima bo'lgani uchun kuxnasi ham shunaqada. Ovqatlari juda xilma-xil ko'chada. Agar sizga qo'yib bersa, bundan ham ko'proq sanaysiz endi asosan 3 tasini so'rab. Xo'p. Endi agar bu davlat haqida hech kim eshitmagan insonga bir so'z bilan
tasvirlash kerak bo'lsa, Kanada bu nima deb qanaqa davlat? Bir so'z bilan tasvirlagan bo'lardingiz. Ikkita so'z emas, faqat bitta so'z. Toza havo. Toza havo. Tushunarli. Qaysi o'zbek milliy taomini eng ko'p sog'inasiz O'zbekistonda pishirilganini? O'zbekistonda tandir. Qizg'in. Tandir. Tandir. Chunki bitta tandir yo'q-ku. Va Kanada va AQShni ko'p solishtirishadi. Bunga endi biroz zo'rroq javob berishingiz mumkin. Kanada yoki AQSh deganda sizni tasavvuringizda qanaqa farq Ikkita bor? so'z aytaman lekin buning uchun. Mhm. Kanada xavfsizlik. Xavfsiz, juda xavfsiz. Endi Amerikaga nisbatan xavfsiz davlat. Sabab Amerikada har bir odamda qurol bo'lishi mumkin. Chunki har Amerikada qurol qonuniy uyida saqlashi boshqa. Kanadada mumkin emas. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Amerikadan ancha xavfsiz. Tushunarli. Va sizni Mana Amerikada eshitib turasiz, o'zingiz ham bilasiz, otishmalarni. albatta. Har doim Chunki bilasiz, masalan Amerikada biz bemalol o'ta olamiz. Har o'tganimda kallamda bir chekkasida shu turadi. Kim bilan muomalada bo'lsam, quroli bo'lishi mumkin yonida deymanda. xavotirda. O'sha sizni taklif qilishimizdan maqsad boshqa har bir mehmonni ham bir mesej berish, o'sha yurtdoshlarimizga mesej, ya'ni bir xabar berishki, tajribangizdan shakllanib kelgan, hayot yo'lingizdan shakllanib kelgan holatlar bo'yicha bugun biz gaplasha olmagan, biz bugun ayta olmagan fikrlardan nima qolib ketdi va siz xulosa sifatida nimani yana qo'shimcha qilgan bo'lardingiz mana shu suhbatimiz uchun? Menimcha ko'p men o'ylagan masalalar haqida gaplashdik. Lekin bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Endi Kanadani jihatlari haqida, chunki ko'p menimcha sizni nimangizni bo'lg'usi immigrantlar ko'radi. Kanada kelajagi bor davlat deb hisoblayman, chunki mana global warming, mana ya'ni global isish deymizmi, davrida eng havosi toza, dunyo bo'yicha toza suv rezervlari joylashgan davlatlardan bittasi Kanada hisoblanadi. O'zbekistonga qiyoslaganimizda ham bilasiz, O'zbekistondan 22 barobar katta ekan Kanadani hududi, dunyodagi ikkinchi eng katta davlat. Agar to'g'ri eslayotgan bo'lsam, 10 million kvadrat kilometrdan iborat hudud. O'zbekistonniki 448 yoki 449 ming kvadrat. Ya'ni Kanada O'zbekistonga hudud nuqtai nazaridan 22 barobar katta. Lekin aholi nuqtai nazaridan deyarli teng. O'zbekistonniki adashmasam 36 yoki 37 million, Kanadaniki 40 million. Tasavvur qiling, O'zbekistonnikicha aholi hozir O'zbekistonda hududiga 22 barobar katta bo'lgan joyda yashayapti. Ya'ni bu davlatga immigrantlar kerak. Yaxshi, o'zini sohasini yaxshi bilgan immigrantlar. Ya'ni kelajagi bor davlat demoqchiman. Ikkinchidan, tabiati juda chiroyli davlat, tabiati juda chiroyli mamlakat. Chunki har qadamda ko'rasiz o'rmon, ko'm-ko'k daraxtzor, ko'llar. Men eslashim bo'yicha Kanadada 2 milliondan oshiq ko'l bor ekan Kanadada, 2 million. Bu degani shunday, Frederikton, men yashaydigan shahardan ham shu 2-3 minut shunday tashqariga chiqishingiz bilan o'zi ko'llar boshlanadi yo'lingizda. Har 5 minutda ko'llar. Tabiati juda chiroyli. Odamlari juda iltifotli davlat, ya'ni kind, polite. Menimcha immigrantlar shu tomonlarini ham bilib qo'ygani yaxshi deb o'ylayman. Kanadani ya'ni imkoniyatlar davlatida hali ham. Tushunarli. Demak, loyihamiz doirasida kelgusi mehmonlarimiz ham turli xil soha vakillaridan bo'ladi. Mana siz ta'lim sohasi, baribir ilm ahlisiz. Shuning uchun siz birinchi mehmon sifatida taklif qildik va keyingi safar misol uchun bizda biznesmenlar, injenerlar, shifokorlar va turli soha vakillaridan fikrlar eshitamiz. Ularni demak
boshqa yurtdoshlarimizga ham bo'lishib boramiz va e, video tarzida yoki bo'lmasam podkast tarzida ham eshitib yurishlari mumkin, o'zlariga foydali bo'ladi deb. Va sizga mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Juda ham maza qildik, boshqalarga ham ma'qul keladi deb o'ylaymiz va agarda yana kelgusi suhbatlarimizda ko'rishib qolsak, xudo xohlasa rad etmaysiz degan umiddamiz. Va ishlaringizga omad, rivoj, xudo xohlasa yana yuzma-yuz ko'rishish nasib qilsin. Mana masofadan bo'lsa ham onlayn tarzda muloqot qildik. Endi yuzma-yuz ko'rishib nasib qilish, ko'rishib uchrashish nasib qilsin, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, katta rahmat Alimardon, siz ham bu narsaga vaqt ajratib mani o'sha podkastingiz birinchi mehmoni sifatida taklif qilganligi uchun ham xursand bo'ldim. Kelajakda yana o'zaro bir-birimizga foydali proyektlar, boshqalar bo'lsa qatnashishga, yordam qilishga tayyormiz. Ishlaringizga rivoj. Menimcha yetarli darajada O'zbekistondan kelib, o'zini sohasi bo'yicha yuqori cho'qqilarga erishgan vatandoshlarimiz Kanadada yetarli. Ular bilan ham bir mazmunli suhbatlar o'tishini tilab qolaman sizga. Albatta, asosiy maqsad yurtdoshlar chetga borganda qora ish qilish emas, o'zining sohasida mutaxassis bo'lib yetuk bir o'ringa ega bo'lganligini ko'rsatib berish asosiy maqsadimiz. Demak, sizga omad, ishlaringizga yana albatta xabarlashamiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.